Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xattabi qurolliq qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 9-qism. 3. Ag'rabin jangi. 1921-yili iyul. Shimoldan Said Idris va g'arbdan Avron do'ngligi fatih qilingandan keyin Anvalga yaqin janub oldingi sepila qolgan edi. İyulning oxirlarida mudofaa markazini qaytarib olish jangida Ispan kuchlari Amzavur shahridan chekindi va bir turkum mujohidlar Amqron vodisidan o'tib Amzavurga to'plandi. Xattabi Qama tig'idagi qo'mondonlik shtabini Amzavurga yo'tkab, u yerni bosh shtab qildi. Bu jarayonda Ispanlar mujohidlarning Amzavurga yo'tkilishini to'sish uchun zambarak va bombalar bilan qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, mujohidlar kechasi xandak qo'lab, kunduzi bazani yaxshi saqlab, puxta istehkom qurib oldi. Amzavurdagi mujohidlarning harakatini kuzatish uchun Ispanlar Amzavur va Anval o'tirsidagi Said Ibrohim qabristonligiga yaqin atrofga 50 kishilik razvedka atriti avatgan bo'lib, ular kunduzi mujohidlarni kuzatib, kechasi Anvalga qaytib ketdi. 15-iyul kuni mujohidlar bu razvedka atritiga hujum qilib, 10 soatdan ko'proq jang qilish jarayonida razvedka atriti va ishg'ol kuchlarining yordamchi qo'shinidan bo'lib 200 ga yaqin askarni o'ldirdi va yaralandirdi. Said Ibrohim rayoni kontrollikqa ilingandan keyin armiyani inqilob harakatiga safarbar qilish, shundaqla ularning ideya engini o'stirish uchun har xil faoliyatlarni elib berildi. Undaq ozg'ina hujum qilish, ondan chekinish taktikasi bilan dushmanning kuchini va harakatini bilish uchun razvedka amaliyotlarini elib berildi. 17-iyul kuni tajovuzchi armiyasi Timsimanga joylashgan Ag'rabin rayonini egallab oldi. Bu joy Anvalga 6 kilometr yiroqlikda bo'lib, Anval va Ibn Tiyinni tutashtiradigan yo'lning ustida bo'lib, bu yerda dushman 500 askar bilan baza qurgan edi. Bular Beni Tez ismli kishining qo'mondonligida bo'lib, ularning orasida topchilar qismi, pilimotchilar qismi va yerlik saqchilar bor edi. Ispanlarning bu istehkomiga qarshi ikki guruh mujohidlar hujum tayyorligi ko'rdi. Ularning bir guruhi Said Abu Yaqubdan, ikkinchi guruhi Ibn Tayyibning shimolidagi Tayzi Azra do'ngligidan qo'zg'aldi. Ammo bu o'rinning suv manbasi yiroq bo'lishi sababidan jang amaliyatiga muvaffaq bo'la olmadi. Chunki bu rayondagi eng yaqin buloq bu yerdan taqriban 4 kilometr yiroqlikdagi Said Abdurrahman buloqi bo'lib, mujohidlar Said Ibrohim rayonidagi buloqni muhosirga elib, Ispanlarning suv manbasini butunlay uzib o'tgan edi. Ispanlar bu buloqni qaytarib olish uchun ko'p tirishgan bo'lsa-mu, hech qanday g'alaba qozona olmagan. Aksicha, Ispan qo'mondonlari va askarlardan va nurg'un o'q dog'irlardan ziyon tortgan. Hatto tajovuzchi kuch Ag'rabin muhosirasini echish uchun Anval tarafdan yordamchi qo'shin avatgan bo'lsa-mu, mujohidlarning jasorati bilan har qanday yordam mag'lubiyat va chekinish bilan oxirlashgan. Oxirda amalsiz qolgan tajovuzchi Ispan armiyasi Xattabi bilan qisqa muddatlik sulhi tuzgan edi. Xattabining maqsadi sulhi vaqtidan foydalanib, chegaralarni belgilab, odam o'rinlashtirish va qo'shinni puxta tayyorlab, qurollantirish, ondan Ag'rabinni qo'lga olish uchun ta'minot yo'llarini yaxshilash edi. Xattabi mundaq deydi: umumiy mujohidlarga ta'kidlaymanki, biz Ispan markazlariga tartibsiz hujumlarni uyushtirishning o'rniga yangidan topshirib olgan rayonlarni istehkomlashtirishimiz kerak. Shunlashqa biz dengiz qirg'og'idagi Said Idris rayonidan boshlab Anvalga yaqin
Tizi Azza rayonigacha yangidan qaytarib olingan barliq zaminlarimizni qo'rg'onlashtirdik. Hattobi sulhi vaqtida atrofni puxta muhosiraga elish uchun qo'shinlarini Irfin markaziga yaqin joylarga xandak qo'lashga va mujohidlar o'tirisida o'zaro aloqaning tez va qulay bo'lishi uchun Ifrin va Amzavur bazılarga tutashtiradigan yo'llarni remonat qilishga buyurgan edi. Shunday qilib, bu amaliyotga Irbinni muhosiraga elish uchun xandaklarga yoshiringan 700 dan ortiq mujohid qatnashdi. Mujohidlar Ispan kuchlarining Irbinga yordam kelish mumkinchiligi bo'lgan har qanday o'tishma yo'llarni inchki kuzatib, barliq yordam liniyalarini uzib tashladi. Anval bilan Irfinni ayirib turadigan Hammam vodisini ozod qilishni eng jasur, o'tkir fikrlik 100 mujohid o'z ustiga oldi. Ifrinni muhosiraga elish 17-iyuldan 22-iyulgacha davomlashdi. 20-kuni bosh qo'mondan Xattobi mujohidlarning ma'naviyatini ko'tarish, sabr va mustahkam bo'lishga qiziqtirish, shundaqla bu jangdagi g'alabaning ahamiyatini tushuntirish uchun Ifrin oldingi sepiga mujohidlarni yo'qlashga keldi. Shuning bilan birga dushman tarafdagi Ispan qo'mondonini taslim bo'lishga va Ifrindan chekinish taklifini qo'ydi. Ammo bu jahil bosqinchi kafir qo'mondon Anvaldan muhosirni etishga yordam kelib qolarmikin deb taklifni rad qildi. Murassa vaqti to'shqandan keyin mujohidlar Irbinga tutishadigan barliq yo'llarga xandaklarni qo'lladi. Shuning bilan birga ta'minot yo'llarini kuzatish uchun egiz do'nglarga, xususan Ashjar do'ngligiga va Timsiman tog'larga puxta istehkomlarni yasadi. Rifqlar o'zlarining ichimlik suvidan qiynalmasligi uchun Anval ziminlarida zapas suv ko'lchiki yasab, Abdurrahman buluqining suyida toshqizib oldi. Bu muhosira uzun davomlashganligi uchun Ifrin armiyasi to'xtamay tirkishish natijasida o'zining kuchini quritish bilan to'xtab qolmasdan uzuq-tulik va o'q dorilarini tugatdi. Har tarafdan qiyinchilikda qolgan dushman askarlari qo'rqinishdan irodasi yo'qotdi. Bu jangni general Dafila mundoq tasvirlaydi. Biz suv topolmay har qanday narsani sho'rab boqatdik. Hatto qizilmuch, pomidorlarning suyini ishlatdik. Ba'zida atir va siyahlarni ichdik. Oxirda umi bo'lmay suydikimizga shakar solib ichishga majbur bo'ldik. Mujohidlarga asir bo'lib tushib, keyin qo'yib berilgan Folek komandiri Loysa Kasado qo'shimcha qilib mundaq deydi. Bizga tamoq muhim emas bo'lib, eng qiynaydig'ini bo'lsa, ussuzlik edi. Dushman barliq kuchini ishlatib 20-iyul atigini Slifter Nafaro bilan birlikda 300 kishilik qarshilik ko'rsatish amaliyoti elib bordi. Ammo Xattobi armiyasi dushman meng'ishi bilan oldin puxta pistirma o'rinlashtirib, Anval tuzlanligini, zapas suv saqlash ko'lchikini suv bilan to'shqizib olib, dushmanning suv yo'lini uzib o'tdi va ispanlarning otlari va zambilaklari yo'lidagi pistirmaga tushdi. Ondan mujohidlar Adahar Obran jangida g'animat olgan qurollar bilan Timsiman tag'idagi dushmanga hujum qilib, ularni tarmar qildi. Bu jang 8 soatdan ko'proq davomlashgan bo'lib, etilgan o'qlarning ko'pligidan o'lganlar va yordamlarning soni hassalab oshgan edi. Ispan kuchlari nihoyat ko'p ziyonlarni tortib, Anval tarafga aron qichib kelib oladi. 21-iyul oqshimi Slifter barliq askarlarni Irbinni tashlab Anvalga ko'chishga buyruq qildi. To'lima afsus, mujohidlar bu xabarni anglab, darhol yo'lni uzib tashladi.
Anvalga mangan İspan askerlerinden 250 kişi öldü ve aralla 60 asker kaçıp giderlerdi. Ama bu jangda mücahitlerden 50 kişi şehit oldu. Bazılarının deyişçe 80 mücahit şehit bolgan. 165 mücahit yardar bolgan ve 4 tane zemberek, köpligen pilimot, miltiq ve at ulaq ganimet ilingan. İspaniya askerlerden tahminen 70 kişi esirge ilingan. İspanlar mana mushunundaq ichinishlik holda mag'lub bo'ldi va Ig'ribin teg'i Rif mujohidlarning qo'liga o'tdi. İspan askarlarining ba'zilari Anval tarafga qochib qutuldi. O'ldirilganlarning jasadi Anzoj teg'iga yaqin joyga ko'mib o'tildi. Bu voqelik İspan askarlarining kundalik xotirlarida tafsili yozilgan bo'lib, bugunga qadar İspanlik tadqiqotlar bu qabristonlikqa har yili kelib turadi. Slifter vaziyatning xatarligini his qildi. Ig'ribinning qo'ldan ketishi bilan ularning Anvaldagi o'rni va Meliliyaga keladigan ta'minot yo'limi oshkorlanib qoldi. Dal shu kuni harbiy qo'mondonlar vaziyatni mulohaza qilish va zarur tadbir qo'llanish haqida yig'inga chaqirtildi va yig'inning oxirgi qarori bu rayondan chekinib chiqishga belgilandi. Slifter İspan baş generalga yozgan xatida mundaq deydi: "Men Ig'ribinni saqlab qolish uchun sizlarga degan bugungi jangni elib bordim. Men bu jangda butun kuchimni ishlatgan bo'lsam-mo, dushman bizga fursat bermadi. Shunga oxir bo'lmay bu rayondan chekinish buyrug'ini tushirdim. Chunki Anvalda qo'zg'olonchilar meni har tarafdan qo'rshigan bo'lib, ahvol nihoyatda xatarlik va bak ig'ir bo'lib, menda qat'iy ishonch yo'q. Shundaqdimi bu qiyinchilikdan chiqib ketishga tirishdim. Ammo dushman qo'shni markazdagi barliq qatnash liniyalarini uzib tashladi. U harbiy ministerlikka yo'llagan telegrammasida men sizlarga aytgan Ig'ribinning ishi oxirlashdi. Barliq tirashchanlik sarf qilindi. Dushman qo'shini hech qancha kuchmay faqatla o'zlari qo'lgan xandaklarda ribat turib bizning ilg'or qurollarimizni pachaqlab tashladi. Shuning bilan men hayot qolgan barliq askarlarimga bu rayondan chekinib chiqish buyrug'ini berishga majbur bo'ldim. Chunki ko'plagan sodiq generallarimiz tikanlik simlarda titilib bu dunyodan xo'shlashdi. Ba'zilari o'zini o'ldirib oldi. Ahvol nihoyat xatarlik. Biz tez sur'atda mukammal tayyorlangan yordamchi qo'shinga ehtiyojliq. Ammo yordamchi qo'shinning yetib kelalishiga toza ishonchim yo'q. Chunki qatnash vositalarimiz butunlay uzib tashlangan. Bular yetmagandek qo'shni markazlardagilar bizdan to'xtamay yordam talab qilyotdi deb yozgan. 3-Anval jangi 1921-yili avgust. Ig'ribin kontrolga elingandan keyin mujohidlar Anval rayonidagi Hammam vodisiga xandaklarni qo'lab urinlashdi. Bu yerda ispanlarning 6000 dan ko'proq askari, 84 dan ortiq zambiraklari bor edi. Anvalni muhosiraga elishga 1500 dan ortiq mujohid askar qatnashgan bo'lib, ular har xil nuqtalarga nihoyat puxta urinlashdi. Ularning jonliqlari va aktivchanliklarini ko'rgan Ispan armiyasi mujohidlar sonini 10 dan ortiq deb faraz qilishgan edi. Bu jang 20-asr qo'zg'olon janglari orasida eng mashhur jang bo'lib, qo'zg'olonchilar ispanlarga qarshi elib borgan eng cho'ng janglardan hisoblanadi. Bu 1921-yili 21-iyul kuni Anval yesida yuz bergan bo'lib,
lekin ba'zi voqealari Rifdagi o'rinlarga chetiladi. Bu jangga Riflik mujohidlar har bir nuqtaga 100 dan urinlashgan bo'lib, ularning umumiy soni 2000 dan oshmaydi. Qurol yaroq tayyorliklari to'limi ojiz edi. Ammo ispanlar xilma-xil qirg'ichi qurollarga va 7000 atrofida askarlarga ega edi. Jangning hammasi 5 kun davomlashib, general Slivchin va Xattabi Meliliyaga jasadini avatgan general Konolil Mora Lisaning o'limi bilan oxirlashdi. Eğrebin, Obran, Said Idris mujohidlarning qo'liga o'tgandan keyin Anvalning vaziyati ispanlar uchun vahima paydo qildi. Chunki bu o'rinlar Anval va Meliliya uchun ta'minot yo'lining asosiy mudofaa liniyasi hisoblanadi. Anval mujohidlarning qo'liga o'tgandan keyin ispanlar ig'ir muhosirada qilish bilan birga yordam yo'llari butunlay uzilib qoldi. Shundaqla askarlarning ko'plari yordar bo'ldi. Hatto qurolida otqudek o'q dorilarmi tugidi. Shuning bilan Slivchin 22 iyul qo'shin qo'mondonlari bilan vaziyatni mulohiza qilish va munosib qaror chiqarish uchun yig'in o'tkazdi. Varang churunliq uzun munoziradan keyin avval Vodiy Hammam, undan keyin Amzavurga bar kuchi bilan qo'zg'olonchilarni hardirib oxirgi hujum uyushtirishni qaror qildi. Shundaqla 24-iyulni hujum kuni qilib bekitdi. Baxtga qarshi ikki yollanma askar bu xabarni Xattabiga yetkazib qo'ydi. Buni anglagan Xattabi darhol ehtiyot va zaruriyat tadbirlarini qo'llanib oldi. 24-kuni kunduzda ispanlar mujohidlarning askariy bazasini kurashchi aeroplanlar va zambiraklar bilan bombardimon qilib, kech bo'lganda bir qo'mondon bilan bir qancha yollanma askarlarni mujohidlarning xandaklarga hujum qilishga buyurdi. Ammo bu atratning hammasi mujohidlarning qo'li bilan o'ldirildi. Bularning o'ldirilganligini anglagan yollanma askarlar ispanlardan topshirib olgan qurollarni ko'targunicha uylarga qaytib ketdi. Xattabi mag'lub bo'lgan Slivchinning pat yaqinda Anvalning kaynidagi rayonlarga chekindiganligini jazmlashtirib, Ibn Tayyib shahriga va ispanlar egallab olgan boshqa markazlarga tutishadigan yo'llarning yetkazish va qaytish liniyalarini uzib tashlash buyrug'ini tushirgan edi. Mujohidlar bu buyruqni har qaysi nuqtalardagi egizliklarga va o'rmonliqlarga pistirmalarni qo'yish bilan amalga oshirdi. Bu qiyinchilikni ko'rgan Slivchinning Manilaga o'xshash ba'zi qo'mondonlari sulhi tuzish taklifi bergan va jahil Slivchin talab qilgan askariy yordamning kelishidan umid uzgan bo'lsa-mu, Abdul Karim bilan sulhi tuzishni rad qildi. Oxirida ko'pligan tanka bironikleri pachoqlanib, nihoyat ko'p badal to'lagan holda 25-iyul atiganda soat 10 da chekinishni qaror qildi va umum yuzlik chekinib jang oxirlashdi. Mana bu urushning natijasida ispan kuchlari Rif vodilarida ter-peran bo'ldi. Anval rayonida faqat Nafaro ismli qo'mondon yetakchilik qilgan brigadistlar qolgan bo'lib, u chekinish askarlarini qo'dash vazifasini ustiga olgan bo'lib, uning qo'mondonligida urushdan mag'lub bo'lib chekingan qo'shin avval Boner Qosh shahridan yo'lga chiqib, ondan Daryosh, keyin Tastoshnidan mengib 29-iyul Aqrub askariy bazasiga salomat kelib oldi. Bu yerga salomat kelib olgan askarlarning soni 3000 atrofida edi. Mujohidlarning bu g'alabasi sababli bir qancha rayonlar orqa fathi bo'ldi. Masalan, Qishlar Bonjar, Ismamin, Bintayib, Darbozyan, Daryosh, Darul Kabidani qatorliqlar bo'lib,
ko'pinchisida tilga olgudek urush bo'lmagan edi. Hürmetli anlıqçılar, Xattabi Qur'onliq qo'zg'alon harakatlarining doisi nomli kitobning anlatışı bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.